الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu va taologa yaqsa va hamd sanolarimiz, sarvari koinot, ikki olam sarvari janobi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga barchalarimizni nomlarimizdan salovat salomlarimiz, durudlarimiz bo'lsin. Sayyidul ayyom hajal masokin bo'lgan muborak juma kunining fazilatidan Allah subhanahu va taolo o'zi barchalarimizni bahramand aylasin. Xonadonlarimizga, oilalarimizga tinchlik, xotirjamlik, rizq mamnuniyatlik, ofiyat ato aylasin. O'zining baytiga bosib kelgan har bir bosgan qadamlarimizga o'zi va'da qilgan ajra azim, ajra hasanatlarni ato aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimizda halollik jamiyat taraqqiyotining poydevori mavzusida suhbat yuritar ekanmiz. Allah subhanahu va taolo bu suhbatimizni o'zi barsalarimizga manfaatli aylasin va ushbu suhbatlarimizga amal qilib yashamoqligimizni o'zi nasib va ro'za aylasin. Muhtaram azizlar, ma'lumki halollik va halol rizq bu baxt, saodat va qalb xotirjamligini asosiy manbai hisoblanadi. Odamlar orasida o'zaro hamjihatlik va ishonch bo'lishi uchun barcha ishlarda halollik juda muhim ekanligini barchalarimiz yaxshi tushunib anglaymiz. Shunday ekan, o'zgalar bilan o'zaro muomala va munosabatlarda halollik qoidalariga rioya etishligimiz bu taraqqiyotning poydevori hisoblanadi. Zero Alloh subhanahu va taolo Qur'on azim sha'nida marhamat qiladi. Astag'firullah. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yani ey odamlar, yerdagi halol pok narsalardan tanavvul qilingiz va shaytonning izlaridan ergashmangiz, albatta u sizlarga aniq dushmandir deb Alloh subhanahu va taolo Baqara surasining 168-oyat karimasida marhamat qildi. Ushbu oyati karimada Alloh subhanahu va taolo bizlarni halol pok narsalarni iste'mol qilishga buyurish bilan birga bizni shaytonning izidan ergashmaslikka va turli nopok narsalarni iste'mol qilmaslikka undayapti. Shuning uchun ham dinimiz bizni halol mehnat va halol kasb kor qilib rizqimizni halol yo'llar bilan topishga buyurgan va bu ish uchun katta savoblarni va'da qilgan. Jumladan Ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Janob payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib aytadilar: kim mehnat qilib horib charchagan holda tunasa, gunohlari kechirilgan holda tunaydi dedilar. Imom Tabaroniy rivoyati. Demak, kishi rizq talabida halol mehnat qilib qandaydir tashvish va mashaqqat chekadigan bo'lsa, mana shu holatning o'zi ham uning gunohlariga kafforat bo'lishligi aytilyapti. Inson ushbu ko'rsatmalarga amal qilar ekan, hayoti tartibga tushadi, ham ajri savob oladi, ham gunohlardan poklanadi. Rizq talabida yoki kasb-kor qilish kishining niyati to'g'ri bo'lsa, u har bir harakatiga ajr savob oladi, ham gunohlardan poklanadi. Alloh taolo, ya'ni Xudo taoloni rozi qilish yo'lida yurgan hisoblanadi. Bu borada Ka'b ibn Ujr radhiyallohu anhudan naql qilingan rivoyatda shunday deyiladi: bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzurlaridan bir kishi o'tib qoldi. Uning baquvvatligi va harakatchanligi sahobalarga juda ham yoqdi. Ular: "Ya Rasululloh, bu kishi qani edi? Shu mehnatini Allohning roziligi yo'lida qilganda edi." Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib bunday dedilar:
agar bu kishi yosh farzandlariga rizq topishlik uchun chiqqan bo'lsa, u Allohning rozi qilish yo'lida yurgan bo'ladi. Agar ikki keksaygan ota-onasini boqish maqsadida chiqqan bo'lsa ham, u Allohni rozi qilishlik yo'lida yurgan bo'ladi. Agar bu kishi boshqalarga muhtoj bo'lmaslik maqsadida o'z nafsi uchun chiqqan bo'lsa ham, u Allohning rozi qilish yo'lida yurgan bo'ladi. Ammo bu kishi riyo uchun, ko'z qilishlik uchun va faxrlanish uchun chiqqan bo'lsa, u shaytonning yo'lida yurgan bo'ladi dedilar Imom Tabaroniy rivoyati. Demak, kasb-kor masalasida odamlar bir necha qismga bo'linadilar. Ba'zilar biz Allohga tavakkal qilamiz deb kasb qilishdan o'zlarini chetga tortadilar va o'zgalarga yuk bo'ladilar. Aslida tavakkal qilish payg'ambarlarning holi, kasb qilish esa payg'ambarlarning sunnatidir. O'tgan payg'ambarlar, sahobalar va aziz avliyolarning barchalarini kasbkorlari bo'lgan. Buni hammamiz bilamiz, eshitganmiz. Hazrat Umar aytadilar: "Meni bir kishining ko'rinishi lol qoldiradi. Keyin u haqida so'rasam, uning kasbi yo'qligini aytishadi va u mening nazarimdan qoladi" deganlar. Bir toifa odamlar kasb-kor qilishda nuqsonga yo'l qo'yadilar va halol bilan haromni o'rtasini ajratmaydilar. Haromning gunohini yelkalariga olishlari bilan esa kasblaridan baraka ketishligiga, baraka ko'tarilishligiga sabab bo'ladi. Ba'zilar halol kasb qiladilar, lekin dunyo ularni Alloh taoloning haqqini ado qilishdan to'sadi va oxiratlarini boy berib qo'yadi. Demak, bu dunyoga mukkasidan ketadi-da, demak dunyo uchun yeladi, yuguradi, oxiratni unutib qo'yadi, ibodatdan, yaxshilik qilishlikdan uni qilayotgan ishlari to'sib qo'yadi. Demak, bu bilan bu dunyosini obod qilaman deydi, lekin oxiratni boy berib qo'yadi. Bu haqda Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, kimki oxirat ekinini, savobini istar ekan, biz unga ekini hosilini ziyoda qilurmiz. Kimki dunyo ekinini istar ekan, biz unga o'shandan berurmiz va uning uchun oxiratda nasiba, savob bo'lmas. Shura surasi 20-oyat. Oxirgi toifa odamlar esa kasb-kor qilishda shariat buyurganidek yo'l tutadilar. Ularning maqsadi Alloh taoloning roziligi bo'ladi. Ular o'z zimmalaridagi burchlarini chiroyli shaklda ado qiladilar, haloldan infoq, ihson qiladilar. Mana shu shariatimiz bizdan talab qilgan kasb qilish yo'lidir. Demak, kasb qilishlikda ham haloldan topishlik, halol yo'lda yurishlik, demak Xudo taolo halol qilib siz bilan bizga bergan narsalaridan infoq, ihson qilib boshqalarga ham berishligimiz va bu dunyoda qilayotgan ishlarimiz, harakatlarimiz demak ibodatga to'siq bo'lmasligi, ibodatlarni ham o'z vaqtida ado etib, demak bu dunyo ishini ham o'z vaqtida ado etadigan bo'lsak, shu shariatga muvofiq kasb qilgan bo'lar ekanmiz. Demak, bu dunyoni deb oxiratni, oxiratni deb bu dunyoni unutmasligimiz haqiqiy shariatga muvofiq kasb-kor qilishlik bo'lar ekan. Insonning kasbida va luqmasida halollik yo'lini tutishi u uchun bir qator foyda va manfaatlarni ta'minlaydi. Jumladan, halol kasb va halol luqmaning foydalaridan biri shuki, u kishining qalbini muloyim qilib, o'zgalarga mehribon va shafqatli bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu haqda Ahmad ibn Hanbaldan so'raldi. U kishi aytdilarki, qalblar nima bilan yumshaydi deyilganda Imom Ahmad aytdilar: halol taom iste'mol qilishlik bilan qalblar yumshaydi dedilar. Demak, halol kasb va halol luqmaning foydalaridan yana biri bu farzandlarning salohiyatli bo'lishligidir. Imom Buxoriyning otalari Ismoil ibn Ibrohim o'lim to'shagida yotgan paytlarida oldilariga yaqinlari ziyorat uchun kirishganda shunday degan ekanlar. Ya'ni Imom Buxoriyning otalari: mol dunyoyimning barchasida bir dirham ham shubhali, ya'ni halolligi noaniq narsa borligini bilmayman. Qarang, barcha mol dunyoning hammasida bir dirham ham harom narsa borligini bilmayman. Hamma meni borki mol dunyom hammasi halol degan ekanlar.
Qarang, shubhali narsa bo'lmaganligi uchun, ya'ni ushbu rivoyatni Imom Ahmad eshitganlarida otalarining solih bo'lishi farzandlarga ham naf keltiradi degan ekanlar. Darhaqiqat Imom Buxoriy rahmatullohi alayhni buyuk martabalarga erishishlarida otalarining parhezkorligi va halollikka bo'lgan e'tibori muhim o'rin tutgan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Demak, barcha tarafdagi shu ulug'larimizni ham surishtirib beradigan bo'lsak, albatta, demak, ota-bobolarning duolarini, ota-bobolarni halol kasb, halol rizq bilan boqqanliklari sababidan, demak, shu ulug' darajalarga erishganliklarini guvohi bo'lamiz. Xo'p. Biz ham bugun mana shunday buyuk ajdodlarimizga havas qilgan holda yetuk shaxslarni kamol toptirmoqchi bo'ladigan bo'lsak, avvalo birovning haqqidan hazar qilishligimiz lozim bo'ladi. O'zimizni va oila a'zolarimizni rizqini haloldan bo'lishiga, unga biror shubhali luqma aralashmasligiga jiddiy e'tibor berishligimiz darkor bo'ladi. Halol kasb va halol taomning foydalaridan yana biri shuki, u duo ijobat bo'lishiga sababdir. Bir kuni Sa'd ibn Abu Waqqos radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunday dedilar: "Ey Allohning rasuli, meni duolari ijobat bo'ladigan inson bo'lishim uchun Allohga duo qiling. Ya'ni ey Rasululloh, meni duo qiling, bir meni qilgan duolarim ijobat bo'lsin" deb so'radi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Ey Sa'd, yeydigan narsangni halol qil. Ya'ni luqmanga qara, e'tibor ber" dedi. Yeydigan narsangni halol qil, ya'ni rizqingizni haloldan top, shunda duolari qabul qilinadigan zot bo'lasan dedilar. Demak, duolarimiz ijobat bo'lishligiga yana bir sabab yeyotgan luqmalarimiz halol bo'lishligi, shu luqmalarimizga e'tiborli bo'lishligimiz ham duolarimiz qabul bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bu borada Yusuf ibn Asbot rahmatullohi alayhi aytadilar: agar bir yigit ibodat qilsa, iblis shunday deydi: qaranglarchi, uning yemog'i qayerdan ekan? O'y, gapirmay kiraylik, xalaqit beryapsizlar. Bu jumay kelishlikdan maqsad ko'p aytamiz, bitta savob topib kelishlik. Xutba qilinayotganda, ya'ni ma'ruza qilayotganda bema'ni behuda gaplarni gapirishlik, bu hamma savobi yo'q ketadi. Agar bir yigit ibodat qilsa, dedilar, iblis shunday deydi: qaranglarchi, uning yemog'i qayerdan ekan? Agar uning yeyotgani halol bo'lmasa, iblis aytar ekanki, "Ya uni o'z holiga qo'yinglar, u bilan band bo'lmanglar. Qo'yaver. U qancha harakat qilmasin, ibodat qilmasin, u zotan o'zini barbod qilyapti" der ekan. Qarang, Imom Bayhaqiy rivoyatlari. Demak, yeyotgan luqmasiga e'tibor qilmaydigan bo'lsa, yeyishi faqat harom luqma bo'ladigan bo'lsa, demak, shayton ham ovora bo'lib uni yo'ldan urishlik, ibodatdan to'sishligi keragi yo'q. Uni qilayotgan hamma narsasi xabada, Xudo taoloning dargohida qabul bo'lmaydi degan. Bundan Xudo saqlasin. Bu ibora insonning halol rizq bilan kun kechirishi qanchalik muhim ekanligi yana bir bor ta'kidlaydi. Agar insonning yeyotgan luqmasi harom yo'ldan bo'lsa, uning ibodatlari ham zoya ketishligi mumkin. Chunki harom luqma insonni Xudo taolodan uzoqlashtirib qo'yadi, birodarlar. Uning ibodatini samarasiz qilib qo'yadi. Halol kasb va halol taomning foydalaridan yana biri u jannatga kirishga sababdir. Ya'ni halol kasb va halol taomning foydalaridan yana bittasi u jannatga kirishligimizga sabab bo'lar ekan. Bu borada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Kim halol taom yesa, sunnatga muvofiq amal qilsa va odamlar uning yomonligidan omonda bo'lsa, u jannatga kiradi dedilar. Bir kishi: "Ey Allohning rasuli, bunday odamlar bugun juda ham ko'p emasmi?" deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Mendan keyin keladigan avlodlar ichida ham shundaylar bo'ladi" dedilar. Imom Termiziy rivoyatlari. Demak, kishi jannatga bo'lishi uchun rizqini qayerdan topayotganligiga,
va uning halolligiga e'tibor berishi, yurish turishi va xulq atvorida payg'ambar alayhissalomga ergashishi hamda tili va qo'lidan boshqalar omonda bo'lishligi, ya'ni qo'li va tili bilan boshqalarga ozor bermasligi kerak ekanligi aytilyapti. Birovning haqqidan qo'rqmay, noto'g'ri yo'llar bilan mol dunyo topish mo'min musulmon kishiga umuman to'g'ri kelmasligi haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladilar. Qiyomat kunida ayrim kishilarni olib kelishadi. Ularning to'xoma tog'icha keladigan yaxshiliklari bo'ladi. Ular keltirgach, Alloh ularning yaxshiliklarini to'zg'igan g'uborga aylantirib qo'yadi. O'zlari esa do'zaxga uloqtiriladi. Shunda yo Rasululloh, bunday bo'lishning boisi nedir deb so'rashadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qiladilar. Ular namoz o'qirdi, roza tutardi, haj qilardi, biroq biror bir harom narsaga duch kelsa, uni olishardi, haromdan hazar qilishmasdi. Shu bois Alloh ularning amallarini yo'qqa chiqardi deb javob beradilar. Imom Tabaroniy rivoyatlari. Kasb-kor qilishda o'zganing haqqidan hazar qilmaslik va topayotgan narsasining halol va pokligiga e'tiborsiz bo'lish avvalo kishining o'zi, ahli oilasiga zarar bo'lishidan tashqari, odamlar orasida ishonchsizlikka va jamiyat taraqqiyotining orqaga ketishiga ham sabab bo'ladi. Muhtaram azizlar, hozirgi kunda ba'zilar kasb-korida turli aldov va firibgarlik yo'llarini tutib, o'zgalarning molini nohaq yo'llar bilan qo'lga kirityapti. Xususan birovlarning hisob raqamidagi pullarini aldov yo'llari bilan o'zlashtirish, odamlarning ishonchiga kirib, ularni suv tushirish, oqibatini o'ylamasdan turli qing'ir yo'llar bilan tezda boyib ketishga urinish holatlari ham juda ko'p uchrayapti. Shuni unutmaylikki, birovning haqqi aslo o'zgaga halol emas. Ya'ni o'zganing haqqini yeb hali hech kim baraka topgan emas. Bugun bo'lmasa, albatta u ertaga o'zining salbiy oqibatlarini albatta namoyish qiladi. Shunday ekan, rizqimizni talab qilishda halol va pok yo'llarni tanlasak, Alloh taolo bizga nasiba qilgani albatta keladi. Qolaversa, kishining Alloh taolo unga bergan rizqqa rozi bo'lib, qanoat qilishi, rizqning ko'payishi va barakali bo'lishiga sabab bo'ladi. Bu borada payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam marhamat qiladilar. Alloh taborak va taolo bandasini unga bergan narsasi bilan sinaydi. Kimki Alloh taoloning taqsimotiga rozi bo'lsa, Alloh unga bergan narsaga baraka beradi va uni keng qilib qo'yadi. Kimki rozi bo'lmasa, unga bergan narsadan barakani ketkazadi deganlar Imom Ahmad rivoyatlari. Shunday ekan, har birimiz Alloh taolo bizga berayotgan nasibaga qanoat qilib, kasb-korimizda avvalo halollikni lozim tutsak va o'zgalar haqidan hazar qilsak, rizqimizni halol va pok yo'llar bilan topadigan bo'lsak, bu dunyoda xotirjamlik, rohat, farog'at, oxiratda esa ulkan ajr va savoblarni qo'lga kiritamiz. Jannatda esa payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bilan qo'shni bo'lishlik baxtiga muyassar bo'lamiz inshaalloh.